Qizlar, sizlar uchun hozir poddelkani ochamiz. O'zimga ham qiziq, chunki hali hech ham poddelka ishlatib ko'rmaganman. Mana bu original, mana bu poddelka. Bu o'zim ishlatayotgan atirim. Qanaqa farqi bor ekan? Mana bunaqalarni ko'rasizlarmi? Ko'ryaptimi? Mana bu original ko'rasizlarmi? Tekis. Buni qaranglar. Xo'sh. O'zi azob bo'lishini oldin bir marta poddelka olib qo'yganman-da qizlar. O'shanda 100 ming arzonga duch bo'lganman o'zim. Bozorda 100 ming arzon ekan deb o'z qo'shimni olardim har doim. Bozorda 100 ming arzon ekan deganman. Bozordan so'rasam, pastga olib yuradigan anaqa miydi. So'rasam, "Ha, bu original" degandek, o'shani gapiga ishonib, men olganman o'shani 100 ming arzoniga. Keyin bilsam poddelka ekan. Voy qizlar, nima bo'pti? Voy, poddelka ochib keyin, Вот qizlar. Xo'sh. Hop. Mana rangida farq bor ekan qizlar. Poddelkani ko'rasizlarmi? Rangini ko'ryapsizlarmi? Mana poddelkani kitoq, original mana rangi. Вот. Mana originali, mana rangini ko'rasizlar, mana poddelkasi. Endi hozir hidini ko'ramiz. Tak. Hidi qanaqa ekan? Hidi boshqacharoq ekan. Olinglar mana 100 ming arzoniga bozordan shunaqa poddelkasini olinglar.